Vay ay yandaki şandaki ilk Asiya degan porkötek olmamdı. Bikadım bika qusqunni köpürüp mening. O'g'il do'stichu bir tal joizlik bilan 1314 ga qizil boloq avat bersa, zodi maqtinib holi qolmay qoldi qara. Yana nim deydi da taxi. Buning ma'nosichu sizni ilgisi yaxshi ko'rman deganlik deb. Bu qusqunni bek ko'p dedi qara. Ey adaş, haqning qo'sqin ko'ptirma deb chiqib, o'zing azoriyab kiribsan-ku. Sen bo'lsangmi bo'ldi qilg'ina. Ish qilib, buga u bir nimda uchim namusam hargiz bo'ldi qilmayman. Oy adaş, qanday uchun olsa? Adaş, bana 4000 koy evet berip turib 5 minut qaytirib berma. Uy? Voy nim qilsa? Voy adaş, hozir qarsam undidarimda 1200 koy bor ekan. Sen 4000 koy evet bersan, naq 5200 koy bo'ldi ekan. Bunuchu rahmat jinim, tug'ilgan kunimga evet bergan qizil boliqingizni topshirib oldim. Rahmat deb chambarak chiqirib, bir nemidan 3 jamni yovamsam bo'lmaydi. Vay. Ey adaş, dur kichik oldak ishqimga ne bir. Hey, sen mening do'stimmi nima? Qarab turib do'stingni ne tayin yo'q maymoqlab bo'zaq qilsa, sen qarab tursa deyina. Deyina, yordam qilar. Vay adaş, ajabmishing jiqqa sening. Tezroq qaytirib atamsa. Ha, ish tutib 5 minut qaytirayman. Ha, ma'qul. Evet, vettim. Rahmat. Hey! Az zencirini ekip etsem sen bak maymakla keş tamak yemsem de. Adaş ciddileşmeyin bak gipimin anlığına ya bak. Vay nimini alayım nimine. Xotunum nima deb javob berma? Ha? Nima deb javob berma? Kaç calla karısı xotunlam deb yürüyüz kendisi. Bir tane zincir epelsem tükübüdü bana. Man manda asayiş emas. Men az zincirde bir ay burun zakas qilib aka güzgen. Nerede tapsam onu? Ey, ben unundum çıraylık, unundum qiyqa zincirdi birini epelsem tükübüdü bana. Sen udda degen bilen men onun resmini xotunim evet bir qo'ygan. Nerede tapsa o'xshash narsani? Çatak koptuk bu. Vay. Baladı kaldı benim ya. Ha deb qo'yib yo'qolib ketma juma yana. Vay hatırlayacağım balay adaş. Haktan aldı ya karatmayın ben. Hey! Bekle. Niyadaki qamat yurishlik qana? Bir vette. Kimga beribdi? Liqirani ayımqıcı. Mak kallanın dadvamı yasıdan bak xeridanın nesli hozir aketgan kamatchi dexe. Dükkanın başkası yok mu? Yo'qsa eng oxirgisi shu. Vay. Ey. Endi men acha sopini qaytirib biran deb o qizlarning qishiga bormi degina. Qanday qilsam qilgina ketdim men. Hey! Ya bak pulun berib mamamsan unda olsa. Adam bu shunday bo'lib ketdi. Oxiram qopdi. Salom. Bu oddiy bo'lsa-mu aqlishkimizning. Ey avar opslarda rahmat. Rahmat sizlarni avar qildik ha. Rahmat. Gelin aka. Başka mahlamaya çıkma diyecek hala. Shunlar tugdimi? Mağagan zincir qani? Qancha o'simi turdun rasmini tushirib, tan avatib qo'ymagan bo'g'itdingiz? Ha, to'g'ri. Men shu to'rdun olgan uni. Og'zingizni mukkil seppadim-da men. Almagan zincirni oldim deb men aldab qo'yibsiz-da. Shundaymi? Texman do'stlarimni chaqirmasam, unimay ketadi debdi-ba. Eygina. Bak sen. Oy, Raziya, singlim. Bak. Oy, Raziya. Voy mandadang.
Men texi bundan keyin qomat choch o'stirish markaziga chechim naqsiz quvvatliga boradigan bo'ldim deb chiq o'ylayaptim emasmi? Aslida sizmi chechingizda quvvatliga borgan deyli? Tunji ko'rishib ma bu so'g'in so'qqigingiz qaraganda qizlar xeyli qo'lingiz ochiqga. Ya, siz xato tushunib qoldingiz. Men bağı xalqan qiz bola uchursa, oltin zanjir so'qilgan bola emas. Qani, ilaga. O'xshabda. Hey. Kechda kechilik klubga borib, ko'ngil ichib kelsak qanday deysiz? O'lish baqaya. Raziye, sonun to'xtama. Voy Raziye. Ay, sonun bugünkidek kunim kayfiyatingizni buzamsiz deyman. Nima ish vaqti qaytganda deyishmamizlar. Jur'an kirib ketdi. Bo'ldi edi. Men nasihat qilaman deyman. Po'lat bilan uy tutgandan beri uning rahatini ko'rib baxmadim. Navada nasihat qilish to'g'ri kelsa, yolg'on Po'lat nasihat qilaman. Raziye. Voy adaş, bu zanjirni men namidan bugun qomat choch o'stirish markaziga berib, chechimni quvvatlagandim degina. Birisi meni ko'rib muhabbatlik gaplarni qilib degan zada. Ah yarashdi, pah yarashdi deb bu zanjirni bekodli so'q quvvatdi. Shuni olar osmondan tushgandek bir tal zanjirlik bo'lib qoldim degina. Samo deb biray, seni berib boqamsa, bira uzuklik bo'lib qolsang ajab emas. Ya balık kızıp kalsa ilman lüngü bile pişanı sürsünüz bol demez bu. Ben bakın ya balığın kızıtması inip kalıp ya. Ya boldu kılana. Ay. Ben sizden uşak yapıldığınız bilip doğru sandıklığa balığın kızıtması yandırgan çaplar doğrular bile toş kızı etken ben. Benim bugün mühim bir işim var hem telefon kılmam bolam da. Sonun. Ha? Zanjiringiz bek chiroyli ekan. Voy. Rasm tatlasam bo'lamda? Ha, buldu. Apray. Olmasingizmi? Rahmat. Ah, hech qisi yo'q edi. Rana, kopuğa. O'ynimda oldiram. Bu xotinimning ismi Raziya bo'lgan bilan. Lekin faqat rozi qilib bo'lmaydi. Undamı deb ketmang Po'latjon. Ayol kishiniki romantiklikni yuzaburoy bilan moddiy narsalarni cho'ng bilishi bu normal ish. Sizlarning to'y qilganligimi uzun bo'lmadi. Raziyani to'g'ri tushuning. Raziya singlimizning turmushining issiq sovuqligini tushunib, bir narsani his qilishga xeyli vaqt kerak. Ona bu fursatlarni bering. Raziya çok ketdimi? Ketdi. Mana, men nima dedim aka? Bu xotinni zodi rozi qilib bo'lmadimmi? Raziya sonimizin nemini o'ylaydigan-da? Tazimi bir. Raziye emas. Maplatça elimiz nemin oylaydı ki? Şunu bek bilgin var meniki. Bu nim degdingiz? Qarang. Ma Raziye'ga algan zincirini
Ma Polatçayımız etiyen dukan kirgen bir xirida kız var. Soğuk kız. Dede, bunu qana bildiniz? Ya, hamda mushtu zanjirni boshliq sovuqlatga ish rost. Bunu qana bilgansiz? Nim dediniz hadi? Ya, manda. Bu zanjirni rost boshliq sovuq qilayotgan. Lekin u sovuqni men qilmagan. Ems kim soğuk kıldı? Dep yapma. Dukanda sizden başka er kişi var mı? Kim soğuk kıldı emse? Shu do'konga bir og'inam kiribdi ekan. Shu sovuq qilayotgan. Polatcan. Ma gepingizni rost deb turayli. Lekin bu xotiningizga olgan zanjirni og'indan boshqa qiz bola so'g'at qilyapti degan gap sal qamlashmay qoldimi ya? Jinim aka, men bir qitim ishdan men rostla bu ishlardan xabarsiz. Ey Polatchavka. Birdem xabarsiz deysiz. Birdem ağinem soğuk kıvattı deysiz. Hazır hemmiş iniq boldu. Oy boldu bu yer biz Polatcan'ın hikayesini anlap ortağıca. Şurana bir kiteyli boldu. Şurana bir kiteyli. To'xtab turinglar. Ada. Sizdan bir gapni so'ray. Siz bu ishni zodi qanday bildingiz? Bu zincir şudu. Ha, naq shu. Naq zanjir shu. O kız mı mişeydi bayke? Sizin saklap olturamdaki hemmini öz ağzından aldım. Ma balını. O kız balının gipini anlap bizni köz girip koymaya çıkıp var da. Qamet mikromolekularlık çıkırış çevirinin işletiş usulü. İşletiş usulünü bilsen. Kepinizden qaraganda men sizning pulingizni deb o'y tutib etibman-da, Tayir. Hey, ben onda demekçi emas. Ben demekçi, ben tirişip pul topatkan kelsa, öýüň aşırık mesul olsan olmam da. Eğer ben tirişip pul tapmagan bolsam, yani ben bir öý tutamdym demekçi. Tirishib pul tepayotganingizga, men bilan o'yni balon beqiyotganingizga rahmat.
Lekin o'ylab baxdingizmi Tayir? Tunugünkidek alayda ahvoldan men bir ayol kishi tutsam. Balık bir ish yo'q qolgan bo'lsa, o topgan pullarimiz bo'ylashamdi. Men sizdan o'tinib qalay. Haftaning 3 kunida bo'lsin uyga kelib, men bilan balık hamra bo'ling bo'lamdi. Sizni o'tinib qalay. Bo'ldi qila. Sen mayadan shulda balık qangrab o'ttasın. Bak başkalarını aldın, hata düşen olmam da. Bu xato tushunishlar emas. Sizning bu qiliqingiz qomat sheklimizning obraziga ta'sir yetkazdi. Siz eng yaxshisi qaytib qiling. Canım Devranka. Siz bo'lsangiz-mu meni bir to'g'ri tushunsangiz. Men o zincirni o qizga qattiq sovuq qilib etmadim. Bu degan bir o'qishmaslik xolos. O'qishmaslik? Unda o'z oqshom ishingizchi. Yangingiz oqshom o'qizolni ketini chiqirib qo'yguncha bizni ko'z ilibni qo'ymay ketib borsiz ha? Men boshqa ishni o'ylamabdim aka. Men shu zincirni qo'ydirib ekib olay degan. Uning ustiga ayolim bilan bir kecha mush zincir to'g'riliq so'qishib chiqdik. Siz bo'lsangiz to'g'ri tushuning aka. Ma'qul. Men bu ishni cho'qim isbotlab chiqaman. Ben do'kon qaytib berdim hamsa. To'xtang. Bir mezgil do'konga bormay turing. Ma'qul. Ma'qul. İşxan kirgan odam yanında ishni chekib kirmasa. Ma'qul. Shunda qilay. Voy, adashsanmidan? Ben rasmma qametninki ma çaç yürüyüş gecep mezikna. Qara ma çaşırım gen şunda qardap şunda qo'yal. Men tushtinki boray deb turgan o'zing kebabsa. Bo'ldi, bo'ldi, bu qundek gap qilmag'ina. Ha, naqib kelayli ha. Zincir qina. Man dergandamda. Sen şu zincirinin qimmatimi? Voy voy. Sen nima deyapsan da? Baştan mühimmetti o. La. Kile otura. Vay otura deyme. Ay zincirin deb xotim bilan bir kun so'qishib chiqdim men. A Devrankamma şirketning obrazini ta'sir etkizgansiz, endi ma'lum mezgil ishga kelmay turing deyapti. Bu tushungansa? Ha? A zincirning men uchun qancha muhimligini. Bu deydiganda endi. Pulusi bilsem lan bo'ldi emasmi, sen bir taz zincirga hejab qilib ketding. Hey, men sizga zincirning pulisini deb kelmadim. A şirketdagilar meni xotinib o'tirib, a do'kon kelgan xaridorlarga oltin zincir sovuqda, istini yaxshi emaskan deyapti. Ma gapni qo'yib xotin anlamadi. Anlab qolamiz ish vaqt menga. İşqilab ben bilmedim. Ay, qaytadan biri zakaz qilib ola bo'ldi, qaytadan birini buyurtdilar bo'ldi. Ma'qul. Ma'qul. Oltinni buyurtib ekilamas. Lekin a şirketdagilarning oldidagi inovatini qanday qilamiz? Uning buyurtib ekilamda. Qarab turib, yemiga mantan pul to'ldim desa men. Gap qilmamsa paxtashga so'ymada qarab turmay. Nima? Nima deytding? O'tirga chiqib, bak o'zing terg'al ish yo'g'andan keyin o'zing hal qil. Men o'tirib chiqmayman ish qilib. O'zing qanday hal qilsan qil.
Ben a Bolatmo Devrankamning oldida ya qarab qilish faqat xohlamayman. Qolg'ini o'zing bilib qildim ha. Hey! Bak senin yüzün yüz. Benim yüzüm yüz demez mi ki? Vay, G'olibjon direktor. Ha, pes kelgan bitras? Ma'qul, hozir tushay. Ma'qul bo'ldi. Hey, ma bek muhim xaridadim bir sifat dedigina. Men dikkil pes tushib chiqay. Sen o'tir. Ben kana kılma. O'lta qochdi. Kaçan çıksa bu yerden? 3 soat ketami. Aras chiqmasligim mumkin juma. Qag'lay men mingaveray. Keyin ko'rishlar adashmayman. Hey! Ma'qul qo'sh. Hayır! Vay. Şunu oraya kadar. Bir kadınca 5 meşgulden yiyip kaldım yine. Pul ne putlam öndedarını jüvettan degine o kızını. Kızlık yapalım. Jüvet misin falan kılma? Üstünden erz kıp kalmasın yani. Yey. Aş kız valadı aşıncılık kaldı boladıgan bolsa bir kadın tanışkalı hep dolmay durup bunu 5 meşgulden pul et bir anda.